Birdan yotib qolsa yomon. Bir yilchalab to'shakka mixlanib yotdim-da. Endi shifosini bersa bo'ldi. Juda ham ko'p bemorlar bor insult bo'lgan. Butun umr endi mashinga mahkum ekanman deydi. Tak, Ravshan aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun xudo xolisa 3-kunimiz. Doktorimiz sizni ko'rdi, tashxis qo'ydi, lechение назначат qilib berdilar. Lecheniyadan olyapsiz, doktorimiz yozgan, to'g'rimi? Nechinchi yil bo'luvdik bu insult? Bu insult 2021-yil dekabr oyida. Mana shu chap taraflama gemiparez, ya'ni polni qo'l harakatini cheklanishi, oyoq harakatini cheklanishi, to'g'rimi? Shunaqa. Bo'lganingizdan keyin nima lecheniyalar olib ko'rdingiz? Lecheniyalarni endi o'zimizga qildirdim. Buxoroga bir borib keldim. Har 6 oyda, 3 oyda bir lecheniya qilib turaman. Lekin baribir mana shu holat. Birinchi mana shunaqa holatga tushib qolganingizdan keyin ko'p lecheniya oldingiz, qarasangiz foyda bo'lmayapti. Xayoldan o'tgan nima bo'ldi? Nima o'tdi xayoldan? Endi shifosini bersa bo'ldi-da. Ancha lekin depressiyaga tushirib qo'yadi odam. Depressiyaga tushirib qo'yadi. Chunki tippettik yurgan odam hamma ishni o'zi Birdan yotib qolsa yomon-da. Bir yilchalab to'shakka mixlanib yotdim-da. 8 oy, 9 oy shunaqa, 1 yilga yaqin. kelganimizdan beri nima o'zgarishlar?